2026 Porsche Taycan Turbogit. Bu Porsche tarixidagi eng kuchli va eng sport yo'nalishga ega bo'lgan elektromobil bo'lib, u elektr texnologiyasi va rekord darajadagi tezlikni mukammal uyg'unlashtiradi. Ushbu model nafaqat hashamatli dizayni, balki formula darajasidagi muhandislik yechimlari bilan ham e'tiborni tortadi. Taycan Turbogit bir qarashda agressiv va past siluetga ega bo'lib, kengaytirilgan havo kirish kanallari, karbon tolali aerodinamik elementlar va faol orqa spoiler bilan yanada sport ko'rinish kasb etadi. Kuzov shakli shamol qarshiligini minimal darajaga tushiradi va yuqori tezlikda barqarorlikni ta'minlaydi. Bu model 2 dvigatelli to'liq elektr tizimi bilan jihozlangan bo'lib, umumiy quvvati 1000 ot kuchidan oshadi. Maxsus Attack Mode funksiyasi qisqa vaqt ichida maksimal quvvatni ishga solib, haydovchiga favqulodda tezlanish imkonini beradi. Dan 100 km/soatgacha tezlanish atigi 2 soniyadan ham kam vaqtni oladi. Bu esa Taycan Turbogitni dunyodagi eng tezkor seriyali elektromobillardan biriga aylantiradi. Maksimal tezlik esa taxminan 310 km/soat atrofida bo'lib, bu elektr sedan uchun nihoyatda yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Batareya texnologiyasi ham sezilarli darajada takomillashtirilgan. 800 voltli arxitektura tufayli avtomobil juda tez zaryadlanadi va optimal samaradorlikni ta'minlaydi. To'liq zaryad bilan 550-600 kilometrgacha masofani bosib o'ta oladi. Bu esa kundalik foydalanish va uzoq safarlar uchun ham qulaylik yaratadi. Tezkor zaryadlash stansiyasida esa batareyani 10% dan 80% gacha taxminan 20 daqiqada to'ldirish mumkin. Bu zamonaviy hayot ritmi uchun ideal yechimdir. Salon dizayni Porsche'ga xos sport ruhi va premium qulaylikni o'zida mujassam etadi. Minimalistik ammo futuristik panel, raqamli displeylar, yuqori sifatli charm va alkantara materiallar ichki makonga hashamatli atmosfera beradi. Sport o'rindiqlar haydovchini tez va agressiv harakatlarda ham mukammal qo'llab-quvvatlaydi. Keng markaziy konsol esa zamonaviy boshqaruv tizimlari bilan integratsiya qilingan. Multimedia tizimi Apple CarPlay, Android Auto va sun'iy intellektga asoslangan ovozli boshqaruvni qo'llab-quvvatlaydi. Haydovchi yordamchi tizimlari xavfsizlik va nazoratni yangi bosqichga olib chiqadi. Adaptiv kruz nazorati, yo'lni ushlab turish assistenti, avtomatik favqulodda tormozlash, 360 darajali kamera va parkovka yordamchisi kundalik haydashni yanada osonlashtiradi. Shu bilan birga, maxsus sport shassisi va moslashuvchan osma tizimi yo'l sharoitiga qarab avtomobil xarakterini o'zgartiradi. Xoh qulay shahar haydovi, xoh maksimal sport rejimi bo'lsin. 2026 Porsche Taycan Turbogit ekologik toza transport kelajagini ko'rsatib beradi. Nol chiqindi, past shovqin darajasi va yuqori samaradorlik uni nafaqat sport avtomobil ishqibozlari, balki zamonaviy texnologiyani qadrlovchi foydalanuvchilar uchun ham ideal tanlovga aylantiradi. Ushbu model tezlik, innovatsiya va hashamatni birlashtirgan holda elektr avtomobillar segmentida yangi standartlarni belgilaydi va Porsche nomiga munosib tarzda yuqori darajadagi haydash zavqini taqdim etadi.